boshliq kechagina meni kech qolganimga urishib beradi. Qo'rqamayman. Hozir hamkasblarimiz bilan kichik eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Suvga cho'kayotgan insonlardan qaysi birini qutqargan bo'lardingiz? Bularni bittasini qutqarish kerakmi shunda? Bittasini. Albatta, buxgalter aka. Buxgalter? Hurmatdasiz. Qolganlarichi boshliqchi? Buxgalter bo'lag'asi. Endi esa Yoqutxonning fikrlari bilan qiziqib ko'ramiz. Yoqutxon, suvda cho'kayotgan insonlardan qaysi birini qutqargan bo'lardingiz? Qani, boshliq, hamkasb, $1000 buxgalter debdi. Xo'sh. Buxgalterga kuchim yetmaydi qutqarishga, потому что u bahaybat odam. Boshliq kechagina meni kech qolganimga urishib beradi. Qo'rqamayman. Hamkasb qo'limdan kelardi-yu, lekin $1000 barib bermaydi. Shuning uchun $1000 bo'la qolsin. Как раз yangi narsa olishimga kerak edi. Qani endi o'zlarini ko'ramiz, kimni qutqarishar ekan. Ilyos aka, kimni qutqarasiz endi o'zi? Bir ko'rsatingchi. Endi bilasizmi Yoqutxon, men hamkasblarni juda ham hurmat qilaman. Ular hammasi juda ham ajoyib insonlar. Ayniqsa buxgalterimiz katta qalb sohibi. Lekin men boshliqni qutqaraman. Boshliqmi? Ha, sababi boshliq bo'lmasa bu dargoh huvillab qoladi. Boshliq borki, olam munavvar. Shu narsani hisobga qo'yinglar.